Assalomu alaykum. Hozirda men Namangan viloyati Bobur bog'ida tadbirda ishtirok etyapman. O'zimni do'ppilarim hamda milliy taqinchoqlarim bilan ishtirok etyapman. Asosan milliy do'ppimiz bilan shug'ullanyapmiz. Juda ham ko'p mehmonlarimiz Turkiya, Rossiya viloyatlardan, davlatlardan kelgan mehmonlar milliy do'ppimiz bilan faxrlanib sotyapmiz ularga. Hosili ko'p, o'shaning uchun nusxasini. Payg'ambar nimadir o'tganiga. U Ka'ba tiloni ham Ka'bani bildiradi. Ka'bani ham bildiradi-da. Misol uchun mana Ka'ba. Oq kafanlikni bildiradi. Asha yaxshi tushdi-ku sizga. Tashabam, ha, yo'q, tashaydi ham-da, o'shani hisobini olish kerak. Eng kichkinasini olaymi? Mana. Kelib ko'ring-chi. Yo'q, bu ham katta. Mashinani olish kerak. Yo'q, kerak emas. Sizga qaysi yoqadi do'ppilarni? O'zimiz begona milliy do'ppini o'qiydi. Chuski yoqadi, chuski kim biladi? Yo'q, biz ko'son soymiz. Ha, yo'q. O'zimiz qo'shnilar qiladi. Hech bilmas shu. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bu Namangan, Kosonsoy tuman. O'zimizniki. Anjonni mana. Anjonniki mana. Anjonni qilib tayyorlaganmiz mana. Qo'l mehnati. Qo'l mehnati. Mana yerda Anjon o'ziga tayyorlatganimiz ham bor. 40 ming. Mana. Qo'lda tikkan. Yo'q, kompyuter. Qo'lda tikkani ham bor. Bu kompyuterniki. Hozir qo'lda tikkani ham bor. Bizni Manu bilan buni farqi bor-da, lelimada farqi juda katta.